Assalomu alaykum. Bugungi videoda qisqacha Vanvanda to'g'ri nasrga qilish va sborka ultasini tez ochish hammasini ko'rib chiqqanman. Tak, sizlarda ham nasroga bo'lmagan bo'lsa, mana ko'rasizlar, geroyga yaqinlashib ketyapti. Shu nasroga kiramiz va men o'zim kirib, shu yerdan bitta knopkani ham bor. Mana shu knopkani o'chirib qo'yamiz va ketaveramiz. Sborkasi keladigan bo'lsak, mana sborkam. O'ltasi keladigan bo'lsak, bir pastga berib agarda kimgadir mana bunaqa skin haqli kerak bo'lsa, bundan oldingi videoimda unga ham bir 5 minutlik video qo'ydim qisqacha tushuntirib. Mayli, sizlar bilan beko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.